Biza Feruza Alisherovnaning kurslariga keldik. Ustozamiz bilan juda ham zo'r o'rgatyaptilar. Garchi o'zimiz necha yillik massaj sohasida ishlasak ham, lekin bu yoqqa kelib hech ham afsuslanmadik. Ketkazayotgan vaqtimizga ham mana o'sha kurs hali bir hafta bo'ldi boshlaganimizga. Patsientlarda o'sha qilib natija olamiz. Alhamdulillah, juda ham super bo'lyapti. Darsda har bittasi amaliyot bilan bo'lyapti. Juda ham maza qilyapmiz. Bizga ustozimiz Feruza Alisherovnani gumexoterapiya darsliklarida juda ham insonni sog'lom dori-darmonsiz davolash usullarini o'rgatyapti. Kasalliklarni davolash bo'yicha oddiy terapiyalar bilan bir-birimizni massaj uslubida talabalar bilan bir-birimizni shu uslubda davolayapmiz. Men Instagram sahifalarida shu Feruza Alisherovnani mana shu gumexoterapiya bo'yicha kurs ochaman deganlarini ko'rib qoldim. Ikkilanib o'tirmasdan birdan qo'shilmoqchi bo'ldim, fikrimni yozdim. Chunki men o'zimda shu kasalliklarni, suyaklarim bo'yicha muammolarim, kasalliklarim bor. Shuni o'zim o'qib ko'rib, o'rganishni niyat qildim. Kelganimdan xursandman, juda ham zo'r. Kursda juda ham mukammal o'rgatyaptilar. Boshidan oxirigacha erinmasdan o'zimizda birato'la amaliyotda qo'llab, ham nazariya, ham amaliyot ketyapti. Bundan men chunki O'zbekistonda yagona ustoz gumexoterapiyadan men oldin bunaqa ustoz ko'rmaganman. Bular birinchi, ilk ustoz shu assotsiatsiyani o'zlari ochib, shuni tashkil qilganliklari uchun aynan bularni tanladim. Chunki ayol ustoz yo'q-da bu nimadan. Ayol kishi bo'lganliklari uchun biza shu ayoldan o'rganish uchun men tanladim bularni. Juda ham mukammal, xursandman bulardan. Juda ham o'z kasbini ustasi. Juda yaxshi o'rgatyaptilar. Mingdan ming roziman.